أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan darsimiz bo'lsa Ash-Shayx Said Ahmad Balamburi rahimahulloh yozgan Mabadiul Usul nomli bu kitobimizning ma yataallaqu bin nahyi degan yeriga keldik. Xo'sh, biz oldi bilan darsga kirishdan burun biz oldingi darslarning qisqacha bir takror sifatida bugungi dars bilan oldingi darsni bog'lash o'quvchilar uchun takror bo'lish jihatlardan sizda bitib ketaydi. Ya'ni biz bu kitobimizni usul fiqhini to'rtga bo'lgan. Usul fiqhiniki dalil va hukm deb cho'ng jihatni ikkiga bo'ldik. Undan keyin dalilni muttafaq alayh dalil deb to'rtga bo'lib, kitob, sunna, ijmo, qiyos deb undan keyin kitobni 20 qismga bo'ldik. 20 qismni hammani tafsilotini takror bilan ayırıp bulduk. Hem de biz birinci kısımda birinci taksimde vucuhu en-nazm deb to'rtga bo'lgan edik. Xos, am, mushtarak, muavval deb. Mushu xosni biz usul fiqhiniki mabhaslarining ichidagi eng uzun, eng keng-kengri, eng ko'p mabhas xos mabhasi degan edik. Chunki bu xosning ichiga amr, nahiy, mutlaq, muqayyad qatorliqlarimiz xosning ichiga kirib ketganligi uchun. Endi biz oldingi darsimizda amrni xosning ichiga xosga tava degan edik. Amrni xosga tava deb, amrniki lug'at ma'nosini ya'ni qavlul qoili li g'ayrihi ala sabil isti'la'i if'al degan edik. Ya'ni bir odam o'zining g'ayriga o'zini cho'ng tutgan holatda bunda qilgin deyishi mushu lug'atdagi amr. Istilohdagi ma'nosi bo'lsa ilzamul fi'li alal g'ayr, ya'ni bir ishni qilishni g'ayriga, o'zining g'ayriga lozim qilish deb tushundirgan edik. Onun keyinidan amrniki hukmi nima desa, amrning hukmi al-amru lil vujub deb tushundirgan edik. Onun keyinidan bu amrlardan chiqadigan al-amru la yaqtadi takror. Amr bir qatim buyurilsa bu takror qilishni lozim keltirmaydi degan edik. Onun keyinidan endi ma'mur bihining takrorlanishi amrniki sabablarining takrorlanishi sabablikdir. Takarrurul ma'mur bihi bi takarrur asbabiha deb uni tushunib o'tgan edik. Undan keyin biz bir qancha foydalarni so'zlagandan keyin shariat ma amara ash-shar'u fa huwa hasan va ma naha anhu ash-shar'u fa huwa qabih degan bir qoidani so'zlab o'tgan edik. Shariat buyurgan ish hammasi yaxshi ishdir, shariat to'sgan ishning hammasi yomon ishdir deb biz husn va qubuh haqida so'zlab o'tgan edik. Ya'ni husn va qubuh degan cho'ng jihatdan 3 turga bo'linadigan bo'lib, biri mulaimut tab'i va munafiru. Ya'ni insonning tabiatiga munosib keladigan ishlar va insonning tabiatiga munosib kelmaydigan ishlar deb husn qubuh deb ikkiga bo'linadi. Biz usul fiqhida buni so'zlamaymiz. Ikkinchisi al-kamal va naqs. Masalan, al-adlu adolat degan yaxshi ish, zulm yomon ish. Bizning usul fiqhida bu ish haqida ham to'xtalmaymiz. Lekin uchinchisi bo'lsa ta'alluqul madhi fi dunya va savab fil oxirah. Ma huwa husn. Hasan ish. Ve ta'alluqul zammi fi dunya ve ta'alluqul iqab fil oxirah hada qubuh. Yani usul fiqhida bu dünyada medihlenadigan, oxiratda savob keladigan ishni va buni hasan deydi va bu dunyoda ayıplanadigan, oxiratda jazo keladigan ishni buni
qabih deydi. Usul fiqhidagi tadqiqot olib boradigan, izlanadigan hasan bilan qabih mana mushu. Degani edik. Endi biz oldingi darsimizda shariat qanday bir ishga buyurgan bo'lsa, shariat qanday bir ishga buyurgan bo'lsa, el-emru bi'ş-şey'i yedullu ala husnil ma'mur bihi. İza kana'l amiru hakimen deb bunda tushundigan edik. Ya'ni shariat qanday bir ishga buyurgan bo'lsa, mushu ma'mur bihniki yaxshiligiga dalolat qiladi. Agar shu shart borki, buyurg'uchi hakimdan bo'lsa. Ya'ni Alloh taolo hakim, hikmatli zot. Alloh taolo buyurdimi, tabiiyki bu narsaniki yaxshiligiga dalolat qiladi. Lekin mushu yaxshilik ikki xil bo'ladi degan bir hasan li aynihi, hasan li g'ayrihi deb ikkiga bo'lgan edik. Uniki hukmlarini ayrim so'zlab o'tgan edik. Xo'sh, endi bugunchi deganda nahiy haqida so'zlaymiz. Bugun so'zlaydigimiz nahiy haqida. Xo'sh, biz oldi bilan tungi darsimizda biz nahiyniki ta'rifini tushundigan edik. Nahiy degan nima deganda, nahiy degan nahiyning lug'at ma'nosi qavlul qoili li g'ayrihi ala sabilil isti'la'i la taf'al degan edik. Ya'ni bir odamning o'zining g'ayriga o'zini cho'ng tutish yo'li bilan bundaq qilmag'in degan qavlul nahiy deb ataladi degan edik. Undan keyin buniki usul fiqh istilohidagi ma'nosi ilzamu terkil fi'li alal g'ayr dedik. Ya'ni o'zining g'ayriga bir ishni qilmaslikni lozim qilish, bir ishni qilishni tark etishni, shu ishni qilmaslikni lozim qilish nima deb ataladi? Nahiy deb ataladi degan edik. Uni keyin bu nahiyning hukmi nima deganda, nahiyning hukmi al-amru lil wujub va an-nahyu lit tahrim. Mujabun nahyil mutlaq, vujubul imtina deb so'zlagan edi. Ya'ni nahiy mutlaqniki hukmi shu cheklangan ishdan o'zini tortishning vojibligidir deb shuni deb so'zlab bergan edi. Endi bizga shu oldingi darsning davomi sifatida shu husn qabih shu bobiga tabar bu bugungi darsimizmi? Ya'ni shariat bir ishni cheklagan bo'lsa, bu ish o'shni yomon isligini ko'rsatadi. Ya'ni ma naha anhu ash-shar'u fa huwa qabih. Degan so'zlaydi, musannif deydiki, an-nahyu ma yata'allaqu bin-nahy. An-nahyu 'an ash-shay'i yaqtadi sifata al-qubhi lil-manhi anhu idza kana an-nahy hakima. Ya'ni bir şeyden tusuş, çeklaş yaqtadi sifata al-qubhi lil-manhi anhu. Çeklengen işqa qabihlik sifatini taqazzo qiladi. İza kana nahi hakiman. Qachonki to'squchi, chekliguchi hakim degan dona, hikmatlik bo'lsa deydi. Ya'ni ma amara ash-shar'u fa huwa hasan va ma naha anhu ash-shar'u fa huwa qabih degan gap ma'nosi. Xo'sh, wal manhiyu anhu. Xo'sh. Endi bizda nahiy bor. An-nahiy bor, chekliguchi. Nahiy bor, ya'ni bu hukm. Wal manhiyu anhu degan gap tusalgan ish. Wal manhiyu anhu degan gap ya'ni cheklangan ish. Xo'sh, wal manhiyu anhu bu cheklangan ish imma an yakuna qabihan li ayni. Ya bu qabihan li aynihi bo'ladi yoki qabihan li g'ayrihi bo'ladi. Cheklangan ish ya qabihan li aynihi bo'ladi ya qabihan li g'ayrihi bo'ladi. Ama qabihan li aynihi ya wad'an bo'ladi, wad'i bo'ladi ya shar'i bo'ladi. Wad'i bo'ladi ya shar'i bo'ladi. Qabihan li g'ayrihi ya qabihan li aynihi vasfi bo'ladi yoki mujaviri bo'ladi. Endi buni birdan tushuntiramiz. Musannif deydiki, vel menhiyu anhu imma yakuna qabihan li aynihi. Ya öz qabihan li aynihi bo'ladi degan gap, bu ishdagi bu to'satchaklangan ishdagi qabihlik o'zining mohiyatida bor. Endi vat'an bu qabihan li aynihi yani bo'ladi, vat'an bo'ladi. Ya'ni shariat kelishdan avvalmi arablar bir ularniki nazarida yomon ish deb qaragan bir ishga qo'ygan ism bo'ladi. Shariat kelishdan avval bor. Shariat kelishdan avval shu ishning o'zi shu. Boshqa ish emas, o'zgargan ish yo'q. Ma'nosi o'zgarib ketmagan. Shu holatda tug'an bo'ladi. Shariat kelgandan keyinmi bu ish o'zgarmagan bo'ladi. Demak, bunda vat'anda vat'i shar'iy ikkinchisi bor bo'ladi.
Mesela kel kufr mesela. Kufrga o'xshash. Kufr degan gap ya'ni juhudu juhudu ni'matil mun'im degan bu. Kufrning ma'nosi ya'ni in'om berguvchining, ne'mat ato qiluvchining ne'matlariga nima tenish, tuzkurlik qilish, nonko'rlik qilish degan gap. Endi nonko'rlik qilish degan gap. Bunda bo'lganda kufr degan so'zni arablar ayda bir odamga yaxshilik qilsa, podshoh xalqiga yaxshilik qilsa, er ayoliga yaxshilik qilsa, ondan bu shu yaxshilik qilingan odam keyin shu yaxshilik qilgan odamga vafosizlik qilib, shuningga yomonlik qilib, yaxshilik yomonlik qilsa, shuni kufr deb shu ishga lug'atda arablar shu ishga qo'ygan. Ondan shuning uchun buni qo'yganlik uchun bu islom kelgandan keyinmi shu kufr degan so'zga shuni ishlatdi. Ya'ni boshqa bir isloh qo'llanilmadi. Men demak bu ish nima qabihal li aynihi wad'an deb ataladi. Endi shar'an. Shar'an degani qabihal li aynihi shar'an degani masalan ka bay'il hur masalan ozod odamni setish desak, bu qabih li aynihi shar'an bo'ladi. Ya'ni ozodni setish yoki qulni setish degan gap jahiliyat davrida bir bu nima yomon ish deb qaralmagan. Buni hukmi bilinmagan bir ish. Lekin shariat kelgandan keyin bu ozodni setish degan intayin qattiq harom degan hukmlar paydo bo'lgan. Shariatda intayin yomon ish deb qaralgan ish bo'lganligi uchun buni qabihal li aynihi shar'an deymiz. Endi ozodni setish degan yomon ish. Lekin shu buni hukmini bir shariat orqali bildik. Shuning buni shar'an deydigan gap. Endi aw li g'ayrihi yoki qabihal li g'ayrihi deb ikkiga bo'linadi mana. Qabihal li aynihi, qabihal li g'ayrihi. Qabihal li aynihi wad'an shar'an tushundik. Endi qabihal li aynihi, qabihal li g'ayrihi vasfan aw mujawiran dedi. Endi vasfan aw mujawiranga asli buni boshqa kitoblarda nima deydi? Vasfan laziman aw vasfan mufariqan deydi. Ya'ni qabihal li g'ayrihi ikki xil bo'ladi. Biri buningdagi qabihal li g'ayrihining sifati shu qabihal li g'ayrihidan ayrilmaydigan sifat bo'ladi. Yoki undan ba'zida ayriladigan sifat bo'ladi. Vasfan mufariq. Mana vasfan mufariqni mujavir deb keltirib qopdi, lekin mufariq deb tushunsanlar yaxshi bo'ladi. Ya ayrıladigan ya ayrılmaydigan sifat bo'ladi. Ayrılmaydigan sifat masalan kasawmi yawmin nahr. Masalan qurban hayit kunisi ro'za tutish. Masalan hayit kunisi desak bo'ladi. Hayit kunisi ro'za tutishning o'zi qabihun li g'ayrihi. Nima uchun qabihun li g'ayrihi? Desa, bu shu ro'za tutishning o'zi yomon ish emas. Bu yaxshi ish. Ro'za tutishning o'zi yomon ish emas. Bu nima? Yaxshi ish. Ammo qurban hayit kuni Eid günü ro'za tutish yomon ish. Nima uchun desa buningda al-i'radu an ziyafetillah. Ya'ni Alloh taolaniki ziyofatidan yuz o'rish bor. Alloh taolo degan bandalarim yanglar, ichinglar, o'ynanglar. Bugun deb ruxsat qilib ziyofat qilsa Ramazonda bir oy ro'za tutgandan keyin bugun tomoq yanglar desa, Eid kunlari yeb ichinglar desa, undan men yemitdim deb yuz o'rganlik ma yomon ish. Ma yomon ish. Ammo shu bir adam agarda hayit kunisi ro'za tutsa, bu ro'za hech qachon bu yomonlik sifatini ayrilmaydi. Nimishqa? Chunki hayit kuni tutdi-da. Hayit kuni ro'za tutish bilan chunki hayit kuni degan kun nima? Me'yor, tungi dars o'rgandinglar. Ma vaqt me'yor lis-sawm. Hayit kuni tutilgan ro'zaga me'yor bo'ladi. Ya'ni vaqt ma ro'zadan eshib qolmaydi. Zarb bo'lmaydi. Eshib qolmagandan keyin shuning uchun bu hayit kuni ro'za tutgan odam cho'qim qada tutadi, shu cheklangan paytda tutgan bo'ladi. Hech hargiz cheklanmagan holatda qilolmaydi. Shunga buni nima deymiz? Vasfan laziman deymiz. Endi vasfan mujaviran buga shu. Masalan, kal bay'i vaqtin nida. Masalan, juma kuni qachon azon chiqsa, shu chaqda bizning gapimizga nima vojib bo'ladi? Jumaga sa'iy qilish vojib bo'ladi yana. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Bu yerdagi sa'iy qachon azon chiqsa, shu chaqda sa'iy qilish farz gadanga. Endi mushunda sa'idan tusab qolgan har qanday bir ish nima harom bo'ladi. Bu sa'idan tusilgan har qanday bir ish insonni jumaga sa'iy tusilgan har qanday bir ish futquli saq salomat bo'lgan, ko'zi ko'rdigan, tuqov olmagan, musofir olmagan bir gadning juma farz bo'lgan odamning jumaga sa'iy qilishdan azon chiqqandan keyin tusilgan har qanday bir ish harom bo'ladi. Endi bunda azon chiqqan vaqtida bir narsa setish.
bir narsa setiş. Dükkanlarını açıp bir narsa setiş. Muşu mu haram buludu. Ne için bu haram buludu dese çünkü bu kabih. Bu ne için kabih? Bu bir narsa setişin yüzü kabih mu haramı yok. Bir narsa setiş mubah iş. Ama bu setişini elden çıkan çağda sattı. Elden çıkan satsının buludu. Bunu Seyid'in tutsap kaldı. Kur'an-ı Kerim'in hükmüge karma karşı çıkıp kaldı o. Yani amiz qanday qilamiz desa uchoqda shunga hayron bo'ldi. Endi nimishqa buni mujavir deydi u buni vasfan mulazim demay. Nimishqa mujavir deb qo'ydi desa, chunki bu ba'zida ayrilib qolishi mumkin. Ya'ni bir odam azan chiqishi dukunisi o'tib yo'lda manga sodlashsa, yoki kimida bo'lsa bir odam masalan kimida masjidga mangan kiyim safinada bo'lsa, safinada kiyimlarni setiversinmi? Chunki jumaga minib turgandan keyin Saidni to'smasa ya mashina minib turib sodalashsa harom emas. Nimishqa buni Saidni to'smaydi. Demak, bunda holatlarda ayrilib qoladi hukm. Ayrilib qolganlik uchun buni vasfan mujaviran ay mufariqan degan gap. Demak, qabihan li aynihi qancha bo'ldi ekan? Ikki xil bo'ldi ekan. Vasfan mulaziman va vasfan mufariqan. Bo'ladi ekan, manhi anhu ikki xil bo'ldi ekan. Qabihan li aynihi va qabihan li g'ayrihi bo'ladi ekan. Xo'sh. Endi tabiiyki bu ikkisiniki hukmi o'xshamaydi. Qabihan li aynihining gunohi qabihan li g'ayrihining natijasi qattiq bo'ladi endi. Bunda ayrilgandiki bu kofir bo'lganning gunohi degan ozodni sotganning gunohi u nimadan azan chiqqan bilan sotganning gunohiga ruzetkini qurbon hayit kunlari ruz tutganning gunohiga ikkisi gunohi hamda osmon zamin farqlanadi hatto gunohi kabiralikda hatto imondan qabihan li aynihini qilsa odamni iymondan chiqarib tashlaydi degan gap bor. Qabihan li g'ayrihini qilsa iymondan chiqarmaydi, gunohkor bo'ladi. Ammo qabihan li aynihini qilsa odamni iymondan chiqarib tashlaydi degan bunday gap bor. Lekin bu umumiy gap emas, lekin ba'zi chog'da shunday bo'lib qolishi ehtimollik bor. Endi fan nahyu naw'ani. Xo'sh, nahi ikki turlik bo'ladi. Nahi ikki turlik bo'ladi. Biri yana bir gap oldingi darsi biz al-amru la yaqtadi takrar degan edik. Amr takrorni taqozo qilmaydi. Amr boshqa amal ibodatlarniki takrorlanishi bu shu ibodatlarning sabablarining takrorlanishi bilandir. Shuniki sabablar takrorlanganlik tufaylidan amal ibodatlar takrorlanadi degan qoida so'zlab o'tgan edik. Nehichi deganda bir narsani cheklashning o'zi abadiy, ya'ni toki bu shu cheklashga bir ruxsat tushmaguncha yoki buni amalni qoldirgan bir ruxsat tushmagan qadar bu cheklash abadiy so'z olib ketadi. Ya'ni Alloh taolo bir şey qilmanglar dedimi, haroq ichmanglar degan bo'lsa, haroq ichish qat'iy harom. Bir qatim ichmay, ikki qatim, uch qatim ichsa bu degan gap yo'q. Bu qat'iy harom degan gap. Ma amrlar o'xshamaydigan bir taraf ama o anın ma'nosini tutsak bo'lmaydi. Alloh taolo to'syaptimi, cheklayaptimi, bu ishni abadan qilib bo'lmaydi. Mana deb qo'yish kerak. Endi fan nahyu naw'an. Nahiy ikki turlik bo'ladi. Birincisi nahyun anil af'alil hissiyye kezzina ve şurbil khamri vel kezibi ve zulmi. Endi nahiy cho'ng jihat ikki turlikka bo'linadi. Biri hissi faoliyatlardan tutush, cheklash. Masalan, zina qilish, aroq ichish, yolg'on aytish, zulm qilish degandek hissi faoliyatlarni tutush. Endi bu hissi faoliyatlar degan nima degan gap? Hissi faoliyatlar degan gap buni ostida nima deb yozadi? Ya'ni ma takunu ma'aniha al-ma'lumat al-qadimatu qabla wurud ash-shar'i baqiyatan ala haliha la tatagayyaru bish-shar' kal-qatl wa az-zina wa shurb al-khamr baqiyat ma'aniha wa mahiyatuha ba'da nuzul at-tahrim ala haliha. Endi bunda demek ki bir yerdeki afal hissi afal deganimizda nima bor? Yani ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan, quloq bilan ang'ili bo'ladigan, bo'yin bilan furg'ili bo'ladigan, qo'l bilan tutqili bo'ladigan bunda hissi şeyler demekçi emas. Benim demekçi o'g'limiz, ya'ni shariat kirishdan burunmi shu ish shu pati. Ya'ni masalan, adam o'ldirish shariat kirishdan burunmi yomon ish hisoblanadi bir. Ya'ni bizga odam o'ldirishning surati shundoq. Bir odamni bir odam jinni elish, o'g'irlik qilish, zina qilish, aroq ichish, bu ishlarning hammasi shariat kirishdan burunmi o'xshash endi shu shaklda.
Özgürlük ketmegen. Şu şekilde şu haletide. Bu ne deb ataladi o? Af'al hissi. Şeriat tushgandan keyin uniki nimasi atalg'usi istilohi özgürlük ketmedi. Qatlga adam o'tirishga qatl degan gap ishlatildi. Zino zino degan gap ishlatildi. Yani bu istiloh özgürlük ketmedi. İstiloh özgürlük ketmedi. Yani özgürlük ketmagan degan gap. Shunda af'al hissiya degani manda ma'noda deydi. Bunun hükmü nima desa? Bunun hükmü yakunul menhiyu anhu aynu ma velada alayhin nahy. Andagan keyin şeriatda buniki islahi özgürlük ketmagan şeriat kelishdi burun şu holatda bor bo'lgan. Bu ishlar shariat buni cheklagan bo'lsa, ya'ni tusalgan cheklangan ish ma velada alayhin nahy. Nahiy kelgan nahiyning o'z ayni bo'ladi. Ya'ni shariat cheklagan ishning o'zi ochiq bo'ladi. Bunun farqi nima? Af'al hissiy bo'lsa. Mesela adam öldürüşten şeriat to'sdi, ha? Lekin adam öldürüş degan gap shariat kelishdan burunmi bor, shu holatda bor. Qatl degan ism bilan shu harakat bilan bo'ladi. Endi mushu tusalgan ishning o'zi shariatda cheklama kelgan narsaning dal o'zi bo'ladi. Shariat adam o'ldirmanglar degan bo'lsa, mushu shariat kelishdan burunqi adam öldürüş degan jinoyatning dal o'zi bo'ladi, boshqa narsa emas. Andagandaki feyakunu aynuhu kabihan. Yani bu ne buludu? Kabihun li aynihi buludu. Yani öz ayni mahiyeti kabih iş buludu. Yani bu işin özü tekti mahiyeti yaman iş buludu. Hani başka bir sebepler emez. Başka narsalardan bağlanan tüfeyliden yaman boğa içemez. Belki bu işin özü haram, özü yaman iş buludu. Ve la yekunu meşru'an asla. Bu ebeda yani ebed asla şeriatta bu yolu koyulmaydı bu iş. Bunda iş oldu mu? Şeriat adam öldürmanglar dedi mi? Adam öldürüş hiç kaçan yolluk bulunmaydı. Şeriat harak içmanglar dedi mi? Harak içiş hiç kaçan yolluk bulunmaydı. Şeriat zina kılmanglar dedi mi? Zina kılış hiç kaçan bunun ruhsat verilmeydi. Bunun yol koyulmaydı. Ebeden. Bunun hükmü. Hem de ikinci türe ve nehyun anil ef'ali şer'iyye. Şer'i kılıklarını, şer'i faaliyetlerini tutuş. Hem de bizde şer'i faaliyetlerde bir faaliyet var. Yani bu şeriat kiriştin bunun yok. Şeriat kelgandan keyin paydo bo'lgan. Yoki shariat kirishdan burun boshqa atalg'uda boshqa narsalar qo'yilgan bo'lsa, shariat kelgandan keyin boshqa narsa ishlatilgan. Zakat, salat masalan. Masalan namoz degan ibodat shariat kirishdan burun as-salati duo degan ma'noni beradi, lug'at ma'nosida. Lekin shariat kelgandan keyin as-salat desak, nimani bilgan bo'ldi? Maxsus bizning qilgan namoz degan faoliyatimizni ko'rsatgan bo'ldi. Buni shar'iy faoliyatlar deymiz. Masalan, ro'za degan so'z masalan. Ro'za degan so'z asl lug'atda sama degan gap imsak degan faqat ma'nosi, imsak. Ro'za desa shariat kirishdan burun uning ma'nosi imsak degan bo'ldi, mutlaq to'xtash. Ammo shariat kelgandan keyin ro'za degan gapga bir muncha ziyoda ma'nolar qo'shildi. Masalan, nimadan tong otganni tortib kun o'tirib bo'g'ich to'xtash degan ma'nolar qo'shildi. Mana bu shunday ataldi, som deb ataldi. Yani bu somning shar'iy ma'nosi bo'ladi. Demak bizning eng diqqat qilgan ba'zi yerlarda maniki lug'aviy ma'nosi, mana shar'iy ma'nosi deganlarni shar'iy istilohnimi intayin inchga aylash kerak. Hamda bu af'al shar'iy istilohlardan, shar'iy ishlardan tusish. Masalan, hayit kunisi ro'za tutishga o'xshash va salat fil awqat makruha degan gap makruh vaqtlarda namoz o'qishga o'xshash. Masalan, kun chiqib turgan vaqtda, kun qizlab qolganda, kun tik bo'lgan vaqtida, kun asrdan keyin kun kishib bo'g'uvchi vaqtlarda namoz o'qishimiz makruh. Bu shunda ishlarga o'xshash. Endi hukmuhu bunda ishlarning hukmi nima desa, yakunul manhiyu anhu g'ayra ma udifa ilayhi nahy. Bu yerdagi cheklangan narsa, to'salgan ish nima bo'ladi? Bu yerda to'salgani nahiy nisbat berilgan narsaning g'ayri bo'ladi. Nahiy izofat qilib nisbat berilgan narsaning g'ayri bo'ladi. Buni degan gap, ya'ni aytgancha ro'za tutmanglar degan gapdan ro'za tutmanglar degan gap chiqmaydi. La tasumu degan gap chiqmaydi, balki hayit kunisi, ya'ni hayit kunisi tutmang, hayit kunisida. Lekin boshqa chaqlarda ro'za tutish afzal degan gap chiqadi. Makruh vaqtlarda namoz o'qimanglar degan gapdan la tusallu degan ma'no chiqmaydi, balki shu makruh vaqtda o'qimang, lekin boshqa vaqtlarda o'qisangiz bo'ladi. Afzal degan gap chiqadi. Ya'ni boshqa vaqtlarda o'qish kerak, lekin cheklangan vaqtda o'qimang degan bo'ldi. Andagandan keyin fayakunu hasanan bi nafsihi. Andagandan keyin ma'ish
Ma nehi mush ishning o'ziga nisbat berilmay, balki uning g'ayriga nisbat berilgandan keyin nima bo'ladi? Bu o'zi yaxshi. Hasanan bi nafsihi, ya'ni hasanan li aynihi bo'ladi. Mesela roza, namoz deganlar hasanan li aynihi bu o'zi yaxshi ish. Ammo qabihan li g'ayrihi bo'ladi. Ya'ni bunda vaqtlarda roza tutish cheklangan, bunda vaqtlarda namoz o'qish cheklangandan keyin bunda vaqtlarda qilishning o'zi yomon bo'ladi, chunki bu o'zining g'ayri uchun yomonlik aylanib qolgan. O'zining g'ayri sabablik yomon bo'lib qolgan degan qabihning qatoriga kiradi. Xo'sh, endi buni hukmlari va yakunul mubashiru murtakiban lil harami li g'ayrihi la li nafsihi. Endi mau yetkunish ro'za tutgan odam, yetkunish ro'za tutgan odam yoki makruh vaqtlarda namoz o'qigan odam haram li g'ayrihiga oqlab o'tgan bo'ladi. O'zining g'ayri uchun harom bo'lgan oqlab o'tgan bo'ladi. La li nafsihi. Ya'ni o'zi harom bo'lganga oqlab o'tgan bo'ladi. Anda olgandan keyin bu ikkisiniki jinoyatga o'xshamaydi masalan. Bir odam masalan ro'za tutgunisi hayit kunlari ro'za tutish makruh deb hukm qilamiz endi shunga. Makruh cheklangan vaqtlarda namoz o'qish makruh deb hukm qilamiz. Lekin men qabihul li aynihi bo'lsa-chu, haram li aynihi bo'lsa haram degan hukm chiqdi. Haram. Uning hukmi haram degan bo'ldi. Hatta hukmda bu farqlanadi. Xo'sh, endi foyda. Yuqorqi bizniki so'zlagan qoidalarimizdan, usullarimizdan chiqadigan foyda dedi. Hurmatul fi'li la tunafi tarattubal hukmi alayhi. Endi bir fi'lning haromligi, ya'ni bir fi'l degan ya'ni bir ishning haromligi, harom bo'lishi la tunafi tarattubal hukmi alayhi. Bu ishqa shariatda hukm kelib bu ishqa shariatda hukm kelib chiqishdan nima hukm chiqib kelishga qarshi kelmaydi. Bir ishni shariat qilmanglar degan bo'lsa, bu ishni qilsa buning shariatda hukm yo'q bu ishni degan gap emas. Hukm bo'ladi, hukmi bor. Hukm tushaveradi, lekin qattiq gunohkor bo'ladi. Masalan, ka talaqil haidi. Hayizlar ayolni taloq qilgan o'xshash. Bizda taloq 3 xil bo'ladi. Biri ahsan taloq. Yana biri hasan taloq. Yana biri bid'at taloq. Endi ahsan taloq degan ayol kishini jima qilmagan, vati qilmagan pokligida faqat bir taloq qilib qo'yib qo'ysa, bu ahsan taloq bo'ladi. Agar ayol kishini 3 pokligida jima qilinmagan 3 pokligida taloq qilib 3 pokligida taloq qilib so'zlamagan bo'lsa, bu hasan taloq bo'ladi. Agar jima qilingan pokligida taloq qilsa yoki hayizlar holatida taloq qilsa yoki bir yo'lamga 3 taloqni tushgizib olsa, bu hammasidan bo'ladi, bid'at taloq bo'ladi. Xo'sh. Endi mishadagi bid'at taloq degan gapdan bu taloq tushmaydi degan gap chiqadi. Taloq tushmaydi degan gap chiqmaydi. Taloq tushaveradi. Masalan, bir odam ayolni hayizlar holatda taloq qilgan bo'lsa, buningga raj'at, ya'ni agar raj'i bayin taloq qilmay, raj'i taloq qilgan bo'lsa, buning yenishi vojib bo'ladi degan. Yenishi vojib. Lekin taloq bir taloq hisoblanadi. Ammo ayoliga yenish vojib bo'ladi. Bo'lmasa boshqa holatda, boshqa normal taloqlarda ayoliga yenish vojib emas, nima mustahab. Yenishsa yaxshi. Ammo nima taloqda hayizda ayolni taloq qilgan ayolniki ayoliga yenishi vojib demişqa. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu ayolni hayizda vaqtida taloq qilgan payg'ambar qattiq qablab ayolingga sen qaytqin pakogan chaqda degan. Ya'ni qayt qilib bo'lgan 3 taloq qilib atmay, bunda bayin taloq qilib atmagan bo'lsa, enolaydi. Qaytish ham vojib yadinga. Endi uning ustiga bir odam hayizlar ayolni taloq qilgan bo'lsa, shu hayiz iddat hisobiga kirmaydi. Pakolab yeni bir qatim hayiz ko'rgandan tortib iddat boshlanadi. Bu qoida. Demak, bu yerda bizga nima deb turibdi desa, shariat bilan cheklagan bo'lsa, bu cheklaganni qilsa endi buning hukmi yo'q degan bo'lmaydi. Masalan, bir odamning shariat zina qilmanglar degan bo'lsa, bu juhud zina qildi. Zina qilgan bo'lsa, bu adasiz ig'ir gunohkor bo'ladi. Buni rajm qilish kerak, o'ldirish kerak masalan. Ashunda gunohkor bo'lib turib, buni ham g'usl qilish kerak. Gardinga g'usl qilish vojib bo'ladi. Shariat
Endi bugün geldim g'usl vacip bo'lmadi demaydi. Bunday gap. Ya'ni shariat hukmlari sabit bo'laverdi. Masalan, bir odam bey fasit bilan bir narsani setibdi. Bey fasit bilan bir narsa setgan bo'lsa, u narsani qulga olgan vaqtida buniki igdorchiligi yetkilidi. Qulga olgan vaqtida. Ammo bu bey'de yenishish vojib bo'ladi adamga, yenishish. İqala vojib bo'ladi. Ya'ni demak, hammaning hukmi sabit bo'ladi. Hukmi sabit bo'ladi. Müşahideki müşfayda yamanca kaide çıkır bitirdiğine. Hürmetul fiili la tunafi terattubel hükmü aleyhi. Bir işini kılışının haramlığı, şeriat bir işini kılacak degan bolsa, bu işniki hüküm, bu işin kilip çıkıdığan hükümge karma karşı kelmeydi degan kaide. Düşündünüz mü? Ustoz tushundim. Bu yoqda boyag'i El mutlaku vel muqayyadu. Biz mutlak ve muqayyad keldi. Endi biz mutlaq muqayyatmi nima degani edik? Bu xosning bobidan degani. Musannif nima deydi? Va minal xossi al mutlaqu val muqayyadu deydi. Endi musannifniki sharhiga qaraylik. Aslidagi al mutlaq val muqayyad deganda nima uchun xos bu ikkisi? Qanday jihatdan xos? Chunki mutlaq deganga qarang. Bir jihatdan qarasak am, mutlaq, bir jihatdan qarasak am, bir jihatdan qarasak xos. 200'lük. Mutlaqda 200 bor. Bir jihatdan qarasak xos, bir jihatdan qarasak am. Shuni hamda qaysi terib va am, qaysi terib xos bu shuni so'zlab o'tamiz. Al mutlaq va al muqayyad. Xo'sh, al xos qad yalidu mutlaqan an at-taqyid. Hamda xos ba'zida muqayyadlikdan, qayddan xoli holda keladi. Ba'zida qaydsiz holatda keladi. Ya'ni bir narsaning faqat ismi bilan zikr qilinadi, mohiyatiga ham, jinsiga ham zikr qilinadi, uningga yeni bir ziyade sıfat koşulmaydı. Ve la yukranu bihi sıfatun gayruha. An feyekunu ferden şa'iyen fi cinsihi. Uçakta şunu olan bu şunun cinsideki ortak bir pertke ayrılınıdı. Demek macihetten cinsideki üzünün cinsi de ortak pertke ayrılınıdı diyen cihetten am. Lakin fakat bir narsaga xoslanadi, fakat cinsi bilan bayon qilinadi. Boshqa sifat yo'q degan cihetten xos. Mandabdı. Ve kad yelidu muqayyadan bir sıfat. Bazıda bir sıfat ulan yoki bir şart yoki zaman yoki sanaq ulan yoki shunga o'xshagan narsalar bilan qaydlanib kelib qoladi. Xos. Bu chaqda o'zining jinsiga tarimaydi. Muqayyadniki xosligi nimanikidan mutlaqligidan kuchliroq bo'ladi degan gap. Endi men sizlarga yeni bir qoida so'zlab beraylik. Yeni bir qoida. Muhim bo'lgan qoida bo'lsa, bu qoida bo'lsa, qaz qoida desa, ya'ni an-nakiratu bi siyaqin nafyi ta'um. Bunda bir qoida so'zlagan. Ya'ni nafiyning siyaqida kelgan nakira tufidul umum. Omliqni foyda beradi. Anladın? Mesela ma ra'aytu rajulan. Ma ra'aytu rajulan desak, men hech qanday bir odamni ko'rmadim degan bo'ldi ma'nosi. Ya'ni rajulan va am. Nima uchun? Ma ra'aytu degan rajulan degan nakiraning beshiga ma ra'aytu degan nefi gap qolgan. Nefi gap qolganlik uchun bu nimaga amga aylanib qoldi. Ma jihatdan nima bo'ladi ekan? Ha, am bo'ladi ekan. Mutlaq. Bu mutlaq ayni. Rajulan degan so'z mutlaq. Endi en-nekiratu fi siyaqil isbati taxus. Yoki tufidul xusus. Endi bu isbot siyaqida kelgan nekira nima bo'ladi? Xoslikni foyda beradi, xos bo'ladi. Masalan, ra'aytu rajulan. Men ra'aytu rajulan desam, men bir odamni ko'rdim demaydi. Bir degan ma'no qo'shib deyman bu joyda. Bu nekiraga bir degan ma'no qo'shaman. Ya'ni qanday odam bo'lsin, şu hamma odamni ko'rdim degan ma'no chiqmaydi. Kulli rajul degan ma'no chiqmaydi bu yerda. Bu yerda faqat men bir odamni ko'rdim. Ikki odamni emas. Ya'ni bir odamni ko'rdim, ikki odamni emas. Mujiyatning xos mana. Mutlaq faqat mujiyatning xos. Ya'ni isbot sifatida kelganda, nafiy siyaqida emas, isbot siyaqida kelganda xos bo'ladi. Bu inchki bo'ladi. Inchki qoida qachon nakira nafiy siyaqida kelsa
am buludu bu. Am. Mutlak am buludu. Kaçan nekira ispat siyaqida kelganda nima bo'ladi bu? Xos bo'ladi. Bu shu eng ichki farq shu. Ta'riful mutlaq. Mutlaqni ta'rifi deyotdi. Endi fal mutlaqu ma yadullu ala nafsi zat duna xususi sifatiha. Ma huwa al mutlaq? Mutlaq degan nima desa? Mutlaq degan yani ma yadullu ala nafsi zat duna xususi sifatiha. Yani biz zatning o'ziga dalolat qiladigan narsa duna xusus sifatiha degan uning sifatlarining xususiyatisiz. Yani sifatları xos bo'lmaydi. Uning xos bir sifatlari yo'q. Uni xoslaydigan sifatlari yo'q. Faqatla shu zatning mohiyatining o'ziga dalolat qilgan narsa mutlaq deb ataladi. Yani ma dalla ala al mahiyya biduni ziyadati vasf. Al mutlaq ma dalla ala al mahiyyati bidun vasfin zaid. Ma'lum mutlaqning kelimesi. Yani ziyadet sıfatı yok. Fakat mahiyetinin bir narsaniki tabiati asliga mohiyatiga haqiqatiga dalolat qilgan so'z. Nimaga emas boshqa bir qo'shimcha sifati yo'q. Narsani deb ataladi u mutlaq deb ataladi. Mujiyatning xosmini. Yani xos ba'zida mutlaq keladi, ba'zida muqayyad keladi. Biz beşte o'tgan xos va xosni dedik. Ma wudi'a ala ma'nan ma'lumin bil alal infirat degan ma mushu xos ba'zida nima keladi u mutlaq keladi. Anladın? Ba'zida mutlaq keladi, ba'zida muqayyad keladi. Mesela salasata qulu salasa degan so'z mutlaq yani. Unda bir sifat yo'q, qaydsiz holatda. Ba'zida qaydli keladi u. Tushundikmi? Xo'sh, masalan kar raqabati fi qawlihi ta'ala. Alloh taolaning qavlidagi raqaba degan so'zga o'xshash. Yani fatahriru raqabatin fi kafaratil yamin. Mishadagi mush oyatda xatolik bor ha. Kafaratil yaminda fatahriru raqaba deb kelganlik. Aw tahriru raqaba deb kelganlik. Kafaratil yamin aw tahriru raqaba. Bu suratul Niso'ning 92-oyati emas. Sura Niso'ning 92-oyatidagi bo'lsa bu kafaratul qatl, adam o'tganning kafarati. Uningda fatahriru raqaba deb kelganlik. Lekin qasamning kafaratida aw tahriru raqaba deb kelganlik. Bu Qur'onda sura Maide'deki 89-oyatida Alloh taolo deydiki: "La yu'axidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'axidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam." Yani qasamning kafaratida Alloh taolo nima deyapti? Ya 10 miskinga tamoq berish, ya bir qul azod qilish. Agar 10 miskin topolmagan, qul topolmagan odamlar 3 kun ro'za tutish dedi. Mana mishada tahriru raqaba aw tahriru raqaba demak ma'nodiki bosmada xatolik bor degan gap. Bosmaning o'zida fatahriru raqaba degan, ya'ni aw tahriru raqaba degan bo'lish kerak. Ammo shu qasamning kafaratidagi aw tahriru raqaba degan qavl o'xshaydi. Mishadiki Alloh taolaning raqaba degan qavlini mutlaq. Mutlaq. Endi xo'sh, onda mutlaq bo'lsa qanday qilamiz? Buni hukmi nima desa? Hukmuhu ay al-asarul mutarattibu alayhi. Ya'ni mutlaqning mutlaq bo'lganligidan kelib chiqadigan asar, ta'sir nima desa? Ay al-mutlaqu yajri ala itlaqihi. Mutlaq o'zining mutlaqligi bo'yicha mangadi. Ya'ni Alloh taolo mishada fatahir raqaba dedimi? Bir qul azod qilish dedimi? U qul kafir bo'lsin, musulmon bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, ajam bo'lsin, arab bo'lsin, qanday qul bo'lsin, chiqib bir dona qul. Qanday qul bo'lsin degan gap jihatdan am. Bir dona qul bo'lish kerak degan jihatdan xos. Anladın? Mana fatahriru raqaba. Ama uningga biz mo'min qul azod qilsak qul deganda shart qila olmaymiz. Kafir qul azod qilsak qul deganda shart qila olmaymiz. Ya'ni qanday qul bo'lsa bir dona qul bo'ladi. Anladın? Yani mutlaq o'ziniki mutlaq bilan mang'du degan qoida intayin muhim. Bani Isroil mushu qoidani bilmaganlik uchun Alloh taolo ularni qali bo'g'izlashga buyurdi.
Ular an tadbahu baqara. An tadbahu baqara deb baqara degan so'z qanday kelgan mishada? Mutlaq holat kelgan. Kala bo'g'izlash qilib bo'lsa, ular qanday kala deb muqayyat qildi. Mutlaqning hukmini muqayyatga yetgan. Bular nima qildi? Oq kalimi, qora kalimi, sayyor kalimi, cho'ng kalimi, kichik kalimi, uz kalimi, set kalimi deb mutlaqning hukmini muqayyatga o'rdi. Shuni bilan bular adasiz qabul qilib tas qoldi. Bu kalim topolmag'ili. Hattoki oxir topganda bu kalimni shu kalimning tiz toshqida oltin deb oldi. Demak, bu sherdagi bular shu qoidaga nima qilmagan, amal qilmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydi, agar Banu Isroil qanday qilib dasturlashdi, mana shu qarchilab so'rab o'tmay, bir qanday qilib o'tgan, bir qilib o'tgan bo'lsa, yüzünün qatilini tapalgan bo'ladi deb, u qabul qilmagan bo'ladi deydi Payg'ambar alayhisalom. Ya'ni shunga mutlaqning hukmi qanday, Qur'on Karimda qanday mutlaq kelsa, bu mutlaq muqayyatga hamla qilinmaydi. Balki mutlaq bo'yicha ma'noda, muqayyat bo'yicha ma'noda. Endi bu ma'nodan cho'nyoq usul fiqhlarda bu tafsir bayon qilinadi. Qanday yerda mutlaq, masalan bir hukm bir yerda mutlaq kelsa, yana bir yerda muqayyat kelib qolsa qanday qilamiz desa, bizning Hanafiy mazhabida agar bir hukm o'xshash bir ish qilingan bo'lsa, mutlaq muqayyat hukm qilinadi, bo'lmasa mutlaq holatda, muqayyat holatda turadi deydi. Boshqa mazhablar mutlaqni muqayyatga nima qilamiz? Mutlaqni muqayyatga hamla qilamiz deydi. Lekin bizda mutlaq bilan jari bo'lib ma'nodu, muqayyat bilan jari bo'lib ma'nodu. Xo'sh. Endi ta'rifu al-muqayyad. Yani ala itlaqi degani deb qarab boqaylar. Ala itlaqi degani ay iza amkana al-amalu bi itlaqihi fala yajuzu taqyiduhu bi shay'in bi khabar al-wahid aw al-qiyas. Yani Qur'on Karim besh mutlaq kelsa, uningga shu mutlaq bilan amal qilish mumkin bo'lsa, uningga xabar vahid yoki qiyos bilan yana bir şey qayd qilib qistirilmaydi. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dedim şu ayette ayetın 4 tane farz çıktı. Allah Teala mutlak halda sizler namaz kılmakçı bolsaňlar yüzlerini yuyuňlar, kollarını jeniklerini kuşap yuyuňlar, beşiňlaryňy mesle kılıňlar, putlaryňy uşuňlar bilen kuşap yuyuňlar dep buyruk kıldy mutlak. Endi bu ayet mutlak. Yani bununla yani taharatda niyet kılış yoki başka mesela ýygyny çayqaş, burnunu çayqaş degende işlerini o'xshash farz deb mutlaq oyatni muqayyat qayd qilib o'xshash farzlik darajasiga kirgizib olish nima bo'lmaydi. Bizning mazhabida oyat mutlaq bo'lgandan keyin tahoratga farz 4 mutlaq. 4. Qolganlar uchun desa qolganlarga ya vojib ya sunnat. Tahoratda vojib degani tahorat edish degan nima bo'lmaganlik uchun maqosid amal emas, balki bu vosita bo'lganlik uchun vosita amallarda vojibat yo'q. Shuning uchun hammasi sunnat deb hukm berildi. Xabar vahid bilan kelgan hukmlar bir sunnat, oyatdan kelgani oyat mutlaq bo'lganlik uchun buningga nima deb hukm beramiz? Farz deb hukm beramiz. O'xshash og'zni chayqash farz, burnni chayqash farz, biz buni niyat qilish farz deb kirgizmaymiz, chunki oyat mutlaq. Bizniki mazhab bo'yicha qoida bo'yicha. Ammo Shofiy mazhabi, Hanbali mazhablarida-chi, o'zi farz 6-7 ga bo'lib qoladi. Ular og'zni chayqash farz, burnni chayqash farz, niyat qilish farz, oqima qilish farz deb hammani farz deb ko'zgan gap. Lekin Hanafiy mazhabida-chi mutlaq yajri ala itlaqi degan qoida bo'yicha farz 4. Xo'sh, endi ta'riful muqayyad. Muqayyadning ta'rifi. Muqayyad degan nima? Val muqayyadu ya'ni muqayyad degan ma yadullu ala zati ma'a khususi sifatiha. Muqayyad deganimiz zat degan mahiyet degan bir narsaning o'ziga boshqa narsaga emas. Bir narsaning o'ziga shu narsaniki sifatlarining xos bo'lishi bilan birga dalolat qilish, ya'ni uning ziyoda sifatlari bor. Ya'ni ma dalla ala al-mahiyati ma'a ziyadati wasf degan bo'ldi. Ma dalla ala al-mahiyya ma'a ziyadati wasf. Ya'ni uning ziyoda bir sifat qo'shilishi bilan birga zotga, mohiyatga dalolat qilishi. Bir narsaga dalolat qildi, lekin bu narsaniki shuni xoslaydigan sifati bildi bor. Nima uchun mutlaqda uni xoslaydigan sifati yo'q. Ammo
Umuman yine qasqa tava. Sizda o'tgan sabablarni. Lekin muqayyatda qaslaydigan sifati bildi bor. Shu muqayyatning xaslik darajasi nimadan yuqori? Mutlaqdan yuqoriroq bo'ladi. Masalan, kar raqabati fi qawlihi ta'ala. Alloh taoloninki fatahliru raqabatin mu'minatin degan qavlidagi raqabaga o'xshash. Fi kaffarati qatl xata. Masalan, xatoan adam o'tib solgandiki, kaffaratidagi fatahliru raqabatin mu'minah degan oyatidagi raqaba degan so'z. Endi bu oyatni o'qib qo'yaylik. Oyatida dediki: "Va ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Ve men qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin ve diyetun musallamatun ila ahlihi illa en yasaddaku fe in kana min kavmin aduvin lekum ve huve mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah ve in kana min kavmin beynekum ve beynehum mithaqun fediyetun musallamatun ila ahlihi ve tahriru raqabatin mu'minah فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما." Mana bu oyat kelimeyi qaraydigan bo'lsak, mishada mu'minni hargizmi qaslab o'tirmaydi. Savallik bilan xatolashib o'tirib soladigan hargizmi qaslab o'tirmaydi. Endi har qanday odam bir mu'minni savallik bilan o'tirib solsa, men xato degan xatolashib degan gap emas. Xatolashib degan gap qaslab o'tirib xatolik bo'ldi biz Uyg'urchada tarjimada. Ammo savallik bilan ya'ni niyatida o'tirish emas, lekin bunda bir ufsab o'ylab qolsa masalan deganday. Niyatida o'tirish yo'q, o'tirib solgan bo'lsa, bu fatahriru raqabatin mu'mina. Ya'ni mu'min bir qulni ozod qilish kerak. Va diyatun musallamatun ila ahlihi. Shu maqtulning oilasiga topshirilgan diyat billa bo'lish kerak. Illa ay yasaddaq. Endi ular sadaqat bersa mayli. Ya'ni fatahriru raqabatin mu'mina. Mishadiki nima shahid nima? Fatahriru raqabatin mu'mina. Yani raqaba deb Allah Taala yani qasamning kafarati raqaba dedi. Mau adam o'tirishninki kafarati nima dedi? Raqabatin mu'minah dedi. Raqabaga mu'mina degan sifatni keltirdi. Sifat ziyoda bo'ldi. Mana mushu muqayyad deb ataladi. Usul fiqh istilohida. Ma raqabatin mu'mina degan nima istilohida, nahv istilohida mavsuf sifat deb ataladi. Ammo usul fiqh istilohida nima? Mutlaq emas, muqayyad. Yani raqaba degan bir qul degan bo'ldi. Mu'mina qatadima mu'min qul. Ham xo'sh. Buni tushundik biz hozir mutlaq muqayyad tushungan bo'ldik. Endi agar muqayyad kelib qolsa hukmi qanday bo'ladi? Buni qanday qilamiz? Mada yatarattabu alayhi? Yani hukmuhu. Endi Qur'oni Karimda bir muqayyad hukm kelsa buning hukmi nima? Ya'ni buningda qanday hukmlar kelib chiqadi? Desa, ay al-muqayyadu yajri ala taqyidihi. Muqayyad o'zining muqayyadligi bo'yicha mengayveradi. Ya'ni Qur'oni Karimda qanday yerda raqaba deb kelgan bo'lsa, biz qanday qul ozod qilsak bo'laveradi. Kofir qulilamdi, mu'min qulilamdi, nima bo'lsa. Qanday Qur'oni Karimda muqayyadlik qaytib qoldi. Ya'ni raqabatin mu'mina deb kelsa, chuqur mu'min qul bo'lish kerak. Kofir qul ozod qilsa bo'lmaydi. Degan gap. Mana demak, ya'ni mutlaq o'zing mutlaq bo'yicha mangadi. Muqayyad bo'yicha mangadi. Biz 5 ta uni raqaba deb qo'yibdi. Ammo hamma nima mu'mina deb ya buni mutlaq muqayyad hamni qilamiz yoki qanday qilsak bo'lgan desak bo'lmaydi. Yo'q, qanday shu. Mutlaq kelgaydi mutlaq bo'yicha mangamiz, muqayyad kelgaydi muqayyad bo'yicha mangamiz. Va shaylasida nima da'vatadi? Men taqidi deganda ay taqidi degan ya'ni fala yajuzu tahliru mutlaqi raqabati fi kafarat qatl xata. Ya'ni savalliklar adam o'tirib qilish gunohiniki kafaratida mutlaq qul ozod qilish bo'lmaydida. Kofir bo'lamdi, musulmon bo'lamdi deb mutlaq qul ozod qilish bo'lmaydi. Balki lozim mu'min qul ozod qilish kerak da'vatida. Mana bugungi darsimiz mishada oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ta'ala va sallama ala xayr xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.